Kuz fasli. Olam sariq rangga burkangan. Daraxtlardan yerga o'sib tushayotgan yaproqlar juda chiroyli. Lekin shu yaproqlarni tozalaydigan insonlar haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ha, bugun shu insonlar haqida gaplashamiz. Men 2012'da shu yerlarga kelganman. Chunki ular bilmaydi biz bu yoqlarni tozalashimizni. Shu shaftalini otdi deyman. Uchidan algida qochgan metimi deydi. Bir xil joylari bor. Qabrlarda o'tni olinmagan. Ba'zi bir insonlar o'z uyini atrofini tozalolmayotgan bir vaqtda bu insonlar bizning tumanimizni ozodaligini saqlab kelmoqda. Ertalab kelamiz ishga. Ishdan kiyimlarimizni almashtirib xonadan chiqamiz. Ish jarayonida bizda masterlarimiz ishga bo'lishadi hammamizni. O'sha ishimizni biz yaxshilab ishlashimiz kerak. Mana yo'llarda ertalab qator asiga bo'lgan odamlar toza qilib ketamiz. Biz ketgandan keyin orqamizdan bizni ko'rib yerga musor tashaganlar bo'ladi. Bizda orqamizda shipirgan joyimizda musor qilishib. Bizga u narsa yoqmaydi. Hamma ham ishini to'g'ri, yaxshi, halol qilishini xohlaydi. Biz ularga tushuntiramiz. Urnalar qo'yilgan, urnaga tashinglar deymiz. Biz ham ishimizni qadriga yetishini biz ham xohlaymiz. Bizni jahlimiz chiqadi. Biz tozalagan joyga musor tashlaganlarni ko'rsak. Hattoki ularni o'ziga ham gapirgan kunlarimiz bo'lgan. Yana 2-3 kun bo'lsa-gir, yana shu ahvol yana takrorlanadi. Hozir lekin shu haftalar ichida sal shu narsalar kamaygan. Biz ham qo'ldan kelgancha hamma ishchilar harakat qilyapmiz toza bo'lishiga. Shu odamlarga ham shuni tavsiya qilardikki, hamma narsani o'z urna, musorlar bo'lsa urnaga tashashini xohlaymiz. O'zini alohida joylarga tashashini xohlaymiz. Mehnatimizda qadriga yetishini xohlaymiz. Faxrlanaman ishimdan. Oyliklarimizni vaqtida olyapmiz. O'sha pulimiz bilan oilamizni, bola chaqamizni boqyapmiz. Rahmat deyman. Ishim yoqadi o'zimga. Shu yoqqani uchun men mana shu ishga kirganman. Bizning kollektivimiz yaxshi, menga yoqadi. Ora-orada endi sal bo'lib turadi, endi qandaydir kelishmovchiliklar, lekin masterlarimiz hammamiz ishga bo'ladi. Har kuni har xil ishga bo'lishadi. O'sha ishni berilib, mehr bilan qilamiz. Bizning ishxonamiz bir oiladek. Bir-birimizga yon bosamiz. Tinch oilamiz. Ertalab ishga kelaman. Ya musor mashinaga shipirishga qo'yadi. Shuni bajarishga harakat qilaman. Shipirishga qo'ysa 2 kishi. Etakali qiladigan bo'lsa 4 kishi. 2 ta kurak. Ana shu 6 kishi bo'lib ishlab shularni qilamiz. Ancha bo'ldi. Bittadan endi musor olib mundaqasiga chiqib borib qaytib keldik-da. Ana musor mashinada. Qaytib keldik, lekin endi to'xtadik. Bitta bola musor tashlayapti ekanda. Keyin turib, hozir biz olib chiqib ketdik bu yerda dedik-da. Nimaga yana tashlayapsan dedi. Shunday bitta shaftalini olib otdi deyman. Mana shunday keldi-da, mashinaning alisiga tiyib bitta munchasi kelib mening metimga kelib tiydi. Keyin shuni o'ylab men aytdim-da, hozir kelib tozaladik dedi-da biz. Nimaga yana musor tashlading dedi. Shuni boya biz o'tdik, nimaga tashlamanlaring dedik-da biz. Xo'rligim keldi keyin. Biz shunchalik tozalab hamma yoqni qilib ketdik-ku, bizning hurmatimiz shu bo'ldimi dedi. Nahotki shunday mashinalarni qo'yib qo'yadi, biz shuni orasidan o'tib, shunday yopishtirib ham qo'yadi. Ular latoklarga bitib turib o'zimiz olamiz ana shuni misoldan etak bilan. Tashlaymiz, loylar tashlaymiz vaqt kelsa. Lekin men hurmatsizlik qildi deyman anchitda. O'zini qadrini bilmagan odam birovning qadrini bilmaydi.
Bu onaxonimiz aytgan so'zlarga e'tibor bering. Bu inson to'g'ri ish qildimi? Shaharimiz ozodaligini saqlayotgan insonlarga shunday behurmatlik qilishi insofdanmi? Men Hamdamova Shahnoza qabristonda ishlayman. Ertalab vaqtli turib choylar ichib, bolalarimni o'qishga, bog'chaga jo'natib, qaynotam bor. Ular choylarni berib, to'g'rilab, ishga yana kelaman qabristonga. Xo'jayinim bilan birga ishlayman, xo'jayinim ham ishlaydi. Qabristonga ertalab kelib, shu tilla tushirib, o'tganlarga deb, keyin bismillah deb ishni boshlaymiz. Shipirib sidiraman, ayvonlarni shipiramiz, gullar ekadigan joylarga gullar ekamiz. Bir xil joylari bor. Qabrlarda o'ti olinmagan. Biz ularni o'zimiz tozalab qo'yamiz. Ba'zi insonlar bor, kelib tozalab ketishadi. Yaxshi, toza. Ertaga men ziyoratga kelsam ham odamlar qo'rqmaydi-da. Aynalib ketishdan ham, ziyorat qilishdan ham yosh bolalar ham kelishadi, olib kelishadi ota-onalari. Qo'rqmaydi. Lekin shu tozalamagan joylarga kelib tozalab ketishini so'raymiz biz inson. Nimaga? U inson boshqa qaytib kelmaydi. O'sha joyni tozalab kelsa o'zlariga ham yaxshi. 2021-yil ishga kirgan bo'lsam, o'shandan beri men ishimdan faxrlanaman. Chunki men farzandlarimni o'shaning orqasidan o'qitib, yeb ichirib kelyapmiz. Men hech ishimdan norozi emasman. Mehnat qo'shinlarini o'qityapmiz. Uy-joy qildik. Kichkina uylarimiz ko'tarib uy-joy qildik. Xudoga shu oilam tinch. Men xo'jayinim bilan ham, uyda qaynotamlar bilan faxrlanaman. Bolalarim ham men bilan bu ishdan faxrlanadi. Uyalmaydi. Nimaga halol yo'l bilan ishlab shularni katta qilyapmiz. Bolalarimga ham rahmat, shularga ham. Shu kungacha mana ishlab kelib yomon bo'lmadik. Kollektivlarim hammasi yaxshi, men ishchilarim. Opa-singildek bo'lib ketganmiz, bir-birimiz bilan to'ylarga boramiz, bir-birimizga yordam qilamiz. Kamimizni to'ldiramiz, bir-birimizga yordam qilib to'ylarda. Bayramlarda o'tirish qilamiz, o'tiramiz. Bu ishxona ham bitta bir oila, kollektiv, yaxshi. Men ular bilan faxrlanaman. Hammasi bilan akayu, ukayu, opam, singillarim hammasi bilan faxrlanaman. Ertalab kelamanda men ishim musor yashiklarini bo'shatib chiqaman har kuni. Keyin mashina keladi, mashinada yuklaymiz musorlarni, ariqdagi musorlar. Qishda misol qum sepamiz, yo'llar muzlaydi. Samosuvalda qum sepib chiqamiz yo'llarga. Bahorda ko'chat ekamiz, gullar ekamiz. Kuz payti ish ko'payadi, barglar olamiz yig'ishtirib. Shu ertalabdan kechgacha mashinada yuramizda. Shu ariq zovurlarni tozalab, mashinaga yuklab, keyin ishni tugatib uyga qaytamiz. Biz o'zimizdan chiqqan chiqindilarni xohlagan joyimizga tashlab o'rganib qolganmiz. Balki o'zgarish vaqti kelgandir. Nima deb o'ylaysiz? Bu xodimlar ham kimningdir onasi, kimningdir singlisi. Balki biz o'zimizni o'zimiz tarbiyalashimiz kerakdir.